Bir zamonlar olis qishloqlarning birida Abdulloh ismli juda kambag'al bir odam bor edi. Egnida bir eski kiyimdan boshqa hech narsasi yo'q edi. U qishloq chetidagi eng eski bir kulbada yashardi. Kunduzi shahar va qishloqlarni aylanar, ish topa olmasa o'sha kuni och qolib uxlab qolardi. Abdulloh har qancha kambag'al bo'lmasin, doim shukr qilar. Qo'lidan kelgancha ish topib, nochor holatini o'zgartirishga harakat qilardi. Ish topa olmagan kunlari ham biror marta nolimasdi. Och qolgan kechalari ham sajdaga bosh qo'yib, "Yo Robbim, sen menga havoni nafas qilib berganing uchun shukr. Ko'zim ko'rib turgani uchun shukr. Qulog'im eshitib turgani uchun shukr. Oyog'im yurib turgani uchun shukr. Sen menga bitmas tuganmas bebaho ne'mat berganing uchun shukr. Bunchalar ham rahmating cheksiz. Bunchalar ham mehribonsan Allohim" deb yig'lardi. Kunlarning birida u ish izlab shaharga bordi. Kechgacha shahar kezib ish topa olmadi. Och-nahor uyga qaytayotganda yo'l chetida bir odamni yig'lab o'tirganini ko'rdi. Yaqinlashib, nima bo'lganini so'radi. U odam boy savdogar ekan. "Men Jafar ismli boy savdogarman. Cho'lda kelayotgan karvonimni qaroqchilar talab ketibdi. Butun mol-mulkimdan ayrilibman. Shunga yig'layapman." Buni eshitgan Abdulloh unga qarab jilmaydi va "Eh birodar, menda bir dona non ham yo'q, uyim ham yo'q, lekin qalbim tinch. Senda esa hali ham oilang bor, bola-chaqang bor, sog' salomat, eng muhimi uying bor. Shuning uchun shukr qil." Buni eshitgan savdogar hayron bo'lib unga qaradi. Kambag'alning yuzida ajib bir nur bor edi. Go'yo uni o'zi kambag'al bo'lsa-da hech narsaga muhtoj emasdek edi. Savdogar o'rnidan turdi-da, qo'llarini duoga ochdi. "Ey Robbim, menga ko'p boylik berding, lekin men sendan uzoqlashdim. Bu bandang esa hech narsasi yo'q, lekin seni yo'qotmabdi. Endi bildim, haqiqiy boylik shukr ekan. O'zingga shukr Allohim, o'zingga shukr" deb yig'ladi boy. Shu payt uzoqdan bir otliq ko'rindi. Otliq savdogar oldiga keldi-da, "Jafar, senga xabar olib keldim. Cho'lda qaroqchilar talagan karvon seni karvoning emas ekan. Karvoning yaqinlashib qoldi" dedi otliq va shahar tomon ot choptirib ketdi. Bu xabardan savdogar o'zida xursand bo'ldi. Ko'zlarida yosh bilan qo'llarini yana duoga ochdi. "Allohim, o'zingga shukr. Shu kundan boshlab umrimning oxirigacha shukr qilib yashayman. Shukr qilaman" dedi-da, kambag'al mardikorni quchoqlab ko'tarib oldi. Birozdan so'ng karvon yetib keldi. Barcha tuyalar sog' salomat, barcha mol-mulki omonda edi. Savdogar bir tuya boyligini kambag'alga berdi. "Bu mendan senga sovg'a. Sen menga shukrni o'rgatding" dedi savdogar. Kambag'al shukr qilib bozordan yemish olib uyiga qaytdi. Ertasi kun kambag'al yana yo'lga otlandi. Yo'lda ketayotsa, yo'l chetidagi tikonzor yonayotganini ko'rdi. Tikonzor ichida bir ilon olov ichida qolgandi. Kambag'al yerda yotgan uzun yog'ochni oldi-da, ilonga uzatdi. Ilon yog'ochga o'ralib olgach, kambag'al uni xavfsiz yerga qo'ydi. Olovdan qutulgan ilon tilga kirib dedi: "Ortimdan yur." Ilon shunday deb sudralib keta boshladi. Ular uzoq yurgach, bir katta g'orga yetib kelishdi. Ilon sudralib g'orga kirib ketdi. Kambag'al uning ortidan kirdi. G'orning og'zi biroz tor bo'lsa-da, ichi juda keng. Rang-barang qizil toshlar yaltirab g'orni yoritib turgandi. G'or o'rtasidagi ulkan xarsang tosh ustida ilonlar shohi ularni kutib oldi. Kambag'alni boshlab kelgan ilon: "Otajon, bu inson meni o'limdan qutqarib qoldi. Uni mukofotlashingni xohlayman" dedi ilon. "Nima xohlaysan?
Bir xum tilla beraymi yoki hayvonlar tilini o'rgataymi? Tanla. Kambag'al biroz o'ylanib turdi-da, hayvonlar tilini o'rgat. Hayvonlar tilini o'rgansam, ularni tushunib, ularga ko'proq yaxshilik qilgan bo'lardim, dedi kambag'al. Kambag'al 40 kun g'or ichida qolib, hayvonlar tilini o'rgandi. 41-kun g'ordan chiqib uyga qaytayotib, suvsizlik va ochlikdan holi qurib, bir daraxt ostida yotib qoldi. Shu payt daraxt ustidagi qushlarning suhbati qulog'iga chalindi. Men bu insonni ko'pdan beri bilaman. Juda kambag'al, xarobada yashaydi. Agar mana shu daraxt ostida xazina borligini bilganida edi, boyib ketgan bo'lardi, dedi qushlardan biri. Buni eshitgan Abdulloh o'rnidan turdi. Kechga yaqin uyga yetib keldi. Qornini to'yg'azib, shukr qilib uyquga ketdi. Ertalab daraxt oldiga keldi. Daraxt ostidan 7 pushtiga yetgulik boylik topgach, yana shukr qildi. Kambag'al eng nochor kunlarida ham, boy badavlat bo'lgach ham shukr qilishdan to'xtamadi. Shaharning eng go'zal ayollaridan biriga uylandi. Oradan yillar o'tib, farzandi undan so'radi. Ota, shu gap rostmi? Siz shahar chetidagi eski kulbada yashagan ekansiz. Ha, rost. Uni kulba ham deb bo'lmaydi. 4 devorli xaroba edi, javob berdi u. Unda qanday qilib shahardagi eng baland qasrga ega bo'lgansiz? So'radi bola. Shukr bilan bolam, shukr bilan. Shukr qilsang, egningdagi choponing zarga, yelkangdagi chang olmosga aylanadi. Atrofingdagi cho'l gulzorga aylanadi bolam, dedi ko'zlarida yosh bilan. Rivoyat yoqqan bo'lsa, layk bosib izohga Allohga shukr deb yozib qo'ying. Obuna bo'lishni unutmang.